Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bugungi foydali videomiz inshaalloh manfaatli bo'ladi. Oxirgi paytda bezvat uchun apparatda ishlayotgan ustalarimiz ko'payib qoldi. Shuni sababidan ozgina bo'layotgan kamko'slar, ozgina xatolar, ko'p savol-javoblar bo'lgani uchun bu videoni tayyorlamasa saqlab qo'yasizlar. Xo'p, bezvat uchun apparatda ishlayotganimizda devor bilan pistoletning uchidagi masofani to'g'ri ushlaganimizda chiroyli natijalar yoki yomon holatlarga kelib qolishi mumkin. Yaxshilab e'tibor berasizlar. Hop, pistoletning uchi bilan devordagi rasyanani 20-25 sm oralig'ida ishlaganimizda nima bo'lishi mumkin? 20-25 sm oralig'ida, ya'ni o'sha quyuq emulsiyalar bo'lsa, ya'ni toshirish, oqib qolish holatlari bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bunaqa rasyanada ishlash ustalarimiz uchun ozgina muammo bo'ladi. O'shaning uchun eng minimalli normal holat yaxshi holati, ya'ni 30-35 sm oralig'ida ishlaganimizda. 30-35 sm oralig'ida ishlaganimizda 25 sm oralig'ida fakil ochiladi. Bu eng chiroyli, eng ishchi sifati yaxshi chiqishiga sabab bo'ladi. Xo'p, undan keyingi jarayon 40-50 sm oralig'ida agar ishlaydigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor berasizlar, changlanib ketish. Ya'ni emulsiya o'sha me'yoridan ortiq uzoqlashganning hisobiga faqat devorga uriladigan changini hisobiga rang devorga nisbatan uriladi, lekin uni changi uriladi. O'shaning uchun haqli shakllar, haqli olib bo'la holatlariga tushib qolishi mumkin. Buni bitta mikroklimat hisobida agar oladigan bo'lsak, qanchalik odamdan uzoqlashadigan bo'lsa, biz faqat o'sha muzday havoni nisbatini his qilamiz. Agar qancha yaqinlashadigan bo'lsa, yuzimizga tomchilar tegib, o'sha narsani haqiqatda tomchilarni mikroklimatda shabadasini, muzday anaqasini, tomchilarini his qilamiz. O'shanga o'xshab bu devorda ham bo'ladigan masofani to'g'ri ushlaganimizda chiroyli natijalar bilan ishga chiqishiga sabab bo'ladi. Videoni saqlab qo'ysizlar, e'tiboringiz uchun rahmat.